Assalomu alaykum chora ishqibozlari, Muslim Chora kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, nasldor buqa ishqibozlari. Akalar, bugun bir dona tonna bo'ladigan go'lishtdan friz buqamiz olib kelib qo'ydik. Shu haqida gaplashamiz. Kimdir zotga olaman desa zotga, tonna qilaman desa tonna qilinglar akalar, mana. Mana buqa. Pulini arzon qilib beraman akalar. Faqat bizda arzon bo'ladi-yu, hashakini pul oladi, xudo xolasa. Bugun 28-sentyabr hafta kuniga yakshanba. Hammaga dam olish kuni maroqli o'tsin deb bitta buqamizni sotuvini boshladik akalar. Bo'ylari 1.37 sm, yosh oylari 9 oylik akalar. Yoshiga to'lmagan hali. Yoshiga yetib ham bormagan. Akalar, mana. Bitta buqa olmoqchi edim, zo'rida olmoqchi edim deganlarga mana tavsiya qilamiz. Hammaga yeb ichishini mana qonini ko'rib turibsizlar, gumillatib yuboradi akalar. Hech qanaqa bir kasal-kusali yo'q, hamma yo'g'i joyida akalar. Hammaga tavsiya qilamiz. Manzilamiz Andijon viloyati Sharxon tumani, o'zimiz xonadondan. Like bosib akalar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, jigarlar, paddeshki uchun. Mana shu yerda obuna bo'lish tugmasi bor. Shuni like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib. Boshladi akalar. Bo'yi 1.37, yoshlari 9 oylik deb qo'ydik. Narxini 25 million so'm bo'lsa, dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beraman akalar. Ma'qulmi hammaga akalar? Like bosib qo'ysanglar bo'ldi. 25 million so'm kami bor 1.37 lik buqa akalar, nasldor buqa. 30 million demadim. 25 million qimmat deydiganlarga 23 million so'm kam bor akalar. 23 million so'm kami bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar. Telefon qilaveringlar. Hammaga o'xshab narx qo'ymaymiz. 25 million, 30 million demaymiz. 23 million so'm. Telefon qilaveringlar, gaplashamiz akalar. Hammaga rahmat qo'llab-quvvatlayotganlar uchun.